Jamoat obunachilar so'raldi, Marlon Shardiy agrotexnik ukamizga yangi videolar olyapmiz. Bu safargi videomiz starterli, oddiy va mana bu kichkina motobollar haqida video bo'ladi. Har doimgidek o'sha 200 ming so'mlik skidkalarimiz davom etyapti. Ya'ni kelasizlar, bizni xarid qilasizlar. Kanalimizga like, podpiska bosasizlar va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'yasizlar va narsa xarid qilgandan keyin 200 ming so'm bonus pulga ega bo'lasizlar. Bundan boshladik. Starterli motobollarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda starterni ko'rishingiz mumkin. 170 motorli bo'ladi. Mana bu o'zini korobkasi o'yib yozib qo'ygan, motorga o'yib yozib qo'ygan 170F bo'ladi. Mana 2025-yil mahsuloti, asosiy singarsa bas. Starter ancha katta, ham kaltka, ham mana bu yerda rushnoy zavodet bo'ladi. Zavodlar ham temirdan qilib ishlangan. Vozdixlari maslinli akalar ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yarim qilib yog' quyib qo'ysalaring, motorga chang o'tkazib yubormaydi. Bu ham zashta vazifasini bajaradi. Akkumulyatorlari 12 voltli katta akkumulyatordan bo'ladi. Korobkasi ham ancha katta qilib ishlangan korobkalari. Balonlari 400 ga 10 shiroki katta balonlar joylangan ekanlar. Mana bu yerda 3 ta diskor bo'ladi. Oldingi ikkita va zatni, переход bitta zatni bo'ladi ekanlar. Starterga o'tadi. Oldi faralari yonadi ekanlar. LED farali bilan ko'rishingiz mumkin mana. LED farali yonidagi. Kech o'rinda mashina qilib yoritib beradi. Narxi qancha ekanini deganlar uchun narxi bitta agati bilan 5 million 300 ming so'm, albatta kam bor. Shu videoga like, podpiska va obuna tugmasini bosib kelganlarga 200 ming so'm bonus skidkasi ham bor ekan. Keyingi Skyline firmasiniki, buni vozdixi ozgina kattaroq bo'ladi. Ikkitalik vozdix bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham yarim qilib mana shu yerdan qilib turib yog' quyib qo'ysalaring, motorga chang o'tkazib yubormaydi. Buni ham bu asosan bu nimali? Rushnoy zavodet bo'ladi. Zavodda ko'rishingiz temir, ichki qismi ham temir bo'ladi. Ya'ni sinib ketib qolmaydi uncha-munchaga. Bokilari 4,5 litrli bo'ladi. Korobkalar ham katta qilib ishlangan. Balonlar 408 shiroki balondan joylashgan ekanlar. Mana bu yerda o'zini o'chirib qo'ygan knopkalari, sibilinasi va zatnisi bo'ladi. Oldingi ikkita, orqaga bitta skorisi bor ekanlar. Narxi qachon ko'mdilar uchun bitta agati bilan kelar narxi 3 million 700 ming so'm. Kami bor ekanlar. Ya'ni o'sha 200 ming so'mlik skidkada agar 3 million 700 ming so'mga oladigan bo'lsangiz 200 ming so'm skidka bo'ladi. Ya'ni sizlarga 3 million 500 ming so'mga agati bilan o'tadi ekanlar. Keyingisi Kentaur motobolagi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin 170F motorli bo'ladi. 900 yillik оборотli 2025-yil mahsuloti, eski asatga narsa bas ekanlar. Ko'rishingiz mumkin. Kentaur bunda ham oldinga ikkita, orqaga bitta skorlar joylashgan ekanlar. Komplektda mana 3 qatorli, ya'ni 4-qatorga ham qo'ysa bo'ladigan frezalari bo'ladi. Hammasi frezalar chiqadi ekanlar komplektida. Buni ham temirli bo'ladi. Zavodlar vozdixi maslinli bo'ladi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Narxi qancha ukam deydiganlar uchun narxi buni 3 million, buni ham 3 million 700 ming so'm shu agati bilan 200 ming so'mlik bonus skidkalar ham bor bunda ekanlar. Endi kelar mana bu kichkina kultivatorchilarni tanishib o'tamiz. Motorlari 44 ga 5, mana ko'rishingiz mumkin. 1 litrli benzin boki bo'ladi. Bunga benzinga qizil avtollar aralashtirib ishlatiladi ekanlar. Mana bu frezasi bo'ladi, o'zini hozir ko'rsatamiz. Mana bu frezalari bo'ladi ekan. Mana shu yer haydaydigan frezasi ekan. Mana bu yerda gazi joylashgan. Mana bu knopkasi bu ham tortib zavod bo'ladi ekan. Narxi qancha ukam deydiganlar uchun 200 ming so'mlik bonus skidkada 1 million 750 ming so'm ekan. Kami bor. Agar shu narxda 1 million 700 ming oladigan bo'lsangiz 200 ming so'm, ya'ni 1 million 500 ming bo'ladi ekan sizlarga. 200 ming so'm cho'ntaklanga qoladi ekan. Keyingisi 48lik motori bo'ladi. Akalar ko'rishingiz mumkin mana 48lik motori. Bokilari bu 2 litrli bo'ladi. Bokilarni ko'rishingiz mumkin. Frezasi ham ancha qalinroq bo'ladi akalar. Mana bu yerda vozdixlari chiqqan, o'zini vozdixlari chiqqan. Bu yerda stop knopkasi bor, mana bu gaz akalar. Narxi qancha ukam deydiganlar uchun narxi 2 million 200 ming so'm, albatta kami bor. Shu videoga like, podpiska bosib kelganimiz uchun skidkalarni qilib beramiz akalar. Bular ham 48lik motor bo'ladi akalar, hammasi mana shular 48lik motor. O'tishga motobolga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 90 bilan 851 6884 nomerga bog'lanishlari mumkin. Manzilimiz Farg'onada Marlon shahri agrotexnik ukami.